Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz yurtimizda ro'mol, soqol masalalari juda jiddiy qaralgan paytda davlat rahbariga aynan ro'mol, soqol masalalarida va Qur'on musobaqalari g'oliblariga bo'layotgan tazyiqlarga munosabat o'laroq Allohning kalomini aytgan, mana shu ishi uchun tazyiqqa uchragan va O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan, Turkiya davlatiga kelib Istanbul shahrida bir ishbilarmon sifatida, investor sifatida Turkiya fuqaroligiga ega bo'lgan Fazliddin Parpiyev. Suhbatimizdan maqsad esa ko'pchiligingiz sezib turgandirsiz, 7 yildan beri tinch faoliyat olib borayotgan Fazliddin Parpiyevning kutilmaganda kechasi qamoqqa olinishi. Biz bugun mana shu qamoqqa olinishning sabablari va oqibatlari haqida suhbatlashamiz. Fazliddin, assalomu alaykum va rahmatulloh. Taklifingiz uchun rahmat. Bu bo'lgan ishlar haqiqatda bu kutilmaganda bo'ldi. Shuning uchun bu narsalar odamlar uchun ham ko'p tomonlari qiziq bo'ldi va ochilmay qolgan qirralar bor edi. Bir akamizning gapi bor edi. Ommaniki o'rtada degan. Ya'ni ommadagi insonga agar biror bir narsa bo'ladigan bo'lsa, ana shu narsani o'zi keyin aytib ochiqlash kerak. Chunki omma bu inson uchun agar himoyasiga chiqadigan bo'lsa, bu inson tarafini oladigan bo'lsa va u inson bir yaxshiligi yetib olgandan keyin, o'sha qiyin holatdan yaxshi holatga o'tgandan keyin o'sha insonlarga tashakkurni izhor qilib qo'yish kerak va bo'lgan ishlar haqida ochiqlama qilib qo'yish kerak degan bir menga bir yaxshi tanbehi yoki bo'lmasa maslahati bor edi. Shu ma'noda bu bo'lgan ishlarda ko'pchiligiga bir qiziq bo'lgan taraflar bor. Shu narsani bularda haqqi, ommani haqqi deya bu narsalarni mayli ochiqlama qilaylik deb taklifingizni qabul qildim. Taklifingiz rahmat sizga. Chunki xabaringiz bo'lgandir, sizni qamoqqa olinishingiz bilan iymon ahli xavotirga tushdi. Juda ko'p odamlar nima bo'ldi, nima uchun degan savollarni berishdi. Ijtimoiy tarmoqlar bu savollarga to'lib ketdi. Bugun shularni ochiqlasangiz. Nima bo'ldi? Tafsilotlarini aytib bering. 15-aprel kuni sahar 4:30larda uyimizni qo'ng'irog'i chalindi va ayolim meni uyg'otdi. O'sha kuni biroz kech kelganim uyga. O'sha kuni davlat propagandasi haqida video olgan edik va syomkadan keyin kech kelib biroz toliqib qoldim. Uydagilar kimdir chaqiryapti, eshikni ochasizmi dedi va shu turib to borgunimgacha eshikni biroz qattiqroq zarb bilan berish boshlandi. O'zi o'sha bo'yicha belgilangan tartib bo'yicha uyni qo'ng'irog'i chalinar ekan, nechidir daqiqa kutilar ekan, agar ochmaydigan bo'lsa, unda eshikni kuch ishlatib ochishga harakat qilishar ekan. Shu orada birdan o'sha to'polon bo'lib ketgan edi. Men eshikni tezroq borib ochayman. O'yladimki, qo'shnim chaqiryapti, nimadir boshiga kulfat tushib qoldi, nimadir bo'ldi deb shu xayolda tez borib qo'shnim chaqiryapti deb o'yladim men. Bordim, tez eshikni ochdim va mana shu eshik ochish asnosida u yog'i hamma narsa jarayon tezlashib ketdi. Meni keyin qo'limga kishan solishdi. Men u orada hamma narsa tez bo'lib ketdi. Tushunmay qoldim nima bo'layotganini. Kim nimaga keldi bular? Keyin uyda tintuv o'tkazildi. Sizga hech qanaqa ayblov ham e'lon qilishmadi? Yo'q, ayblov ham hech narsa e'lon qilinmadi. To o'sha advokatning ishtirokida nima ifoda olmagungacha, mendan bir ko'rsatma olmagungacha hech qanday ayblov aytilmadi. Va uyda o'sha tintuv o'tkazildi. Tintuv ham mana shu kamerani guvohligida o'tkazilar ekan. Hattoki o'sha yonimizda turgan bir kishi televizor tagidagi tumbuchkani ochganida bu boshlig'i tanbeh berdiki, kamerani ishtirokisiz hech narsaga qo'ling tekkizma dedi. Kamera keladi, keyin ochasan, hech narsaga tegmaysan deb tanbeh berdi. Ya'ni shu darajada hamma narsa kamerani guvohligida bo'lar ekan, uyda tintuv o'tkazilar ekan. Qo'shnim chiqdi. Qo'shnim ana shu joyda xolis guvoh sifatida ishtirok etdi va qo'shnim ham biroz o'zgarib qoldi. Endi u ham mendan gumon qilishni boshladi. Bu qanaqa odam ekan, bu nimaga buni uyga bostirib keldi bu soatda deb yuzi tusi o'zgarishni boshladi. Va tintuvlar tugagandan keyin qo'shnimga ham aytdimki, qo'shni ko'rib ol, meni uyimda hech narsa topilmadi.
men inshaalloh tez fursatda oqlanib chiqaman, xudo xohlasa. Meni hech qanday aybim yo'q. Meni ishonchim komil. Ertaga kelganimda menga yana boshqacha ko'z bilan qaramagan deb qo'shnimga o'sha joyda aytdim. Ko'rding, meni uyimda hech narsa topilmadi. Haqiqatda uyda hech narsa topilmadi deyildi. Mana shu joyda kelgan shu deklaratsiya yozildi. Shu uydan hech narsa topilmadi va mendan telefonim olindi, ya'ni tekshiruv uchun telefonim olindi. Va menga yonimga yo'l kira uchun qaytib keladigan bo'lsang, yo'l kira uchun taksiga pul olgin deyishdi. Yonimga o'sha bir miqdor pul oldim. Ana shu narsalarni omonat sifatida biz qabul qilyapmiz. Shu narsalarga qo'l qo'ying dedi, imzo otgin dedi. Deydi, men aytdim, advokatning ishtirokisiz hech narsaga qo'l qo'ymayman dedim. Zotan bunga haqqingiz bor. Ha, bunga haqqim bor, lekin bu oddiy narsalar edi. Masalan, o'shda ko'rib turibman, telefon olindi va yonimga biroz miqdor pul olindi. Mana shu narsalar oddiy narsa edi. Va yana boshqa yerda qog'ozlar bor edi. Shu mana shu omonatlarga qo'l qo'ygan deganida men hech narsaga imzo otmayman dedim. Men hech narsaga imzo chekmayman dedim. Ana shu joyda ular biroz jahli chiqdi, chunki oddiy narsa edi. Imzo otsam bo'lardi, lekin men o'yladimki, u orada men e'tibor bermay qoladigan biror jumla bo'ladigan bo'lsa, o'zim bilmay qoladigan biror gap bo'ladigan bo'lsa, ertaga zararimga ishlab qolmasin dedim-da, yo'q, advokatim ishtirokisiz hech narsa qilmayman dedim. Shu shaklda ular ham biroz mendan jahli chiqdi, oddiy narsa-ku deyishdi. Undan keyin meni o'sha Foth nimasiga olib ketishdi. Ana shu joyda meni o'rganish uchun, meni ayblovimni ustimga qo'yilgan ayblov tekshirish uchun, o'rganish uchun, haqiqatda shu ayblov bormi, yo'qmi bilish uchun meni olib ketishdi. Shu yerda bitta savol. Adashmasam, advokatingiz bu xabarni sizdirdi ijtimoiy tarmoqlarga. Men borib ko'rganimda Fazliddinni oyoqlarida, qo'llarida jarohat izlarini ko'rdim dedi. Bunga ham izoh bersangiz. Ular sizni urishdimi? Bu jarohat qayerdan bo'ldi? O'sha uyga kirgan paytida, hali yuqorida aytganimdek, o'zim qo'shnim chaqiryapti deb yugurib bordim. Eshikka qarasam, polis eshikni och dedi. Eshikni och degan buyrug'ini berdi. Agar ochmasang aybdor hisoblanasan dedi. Men o'sha zahoti ochdim. Lekin bu yoqda bir xayolimda tezroq farzandlarni uyg'otish kerakki, ular qo'rqib ketmasin degan xayolda. Lekin bu yoqda bularda chaqiruv borki, tezroq ochgin deyapti. Bu ularning qonuniy talabi bo'lgani uchun tezroq eshikni ochdim. Shu orada men hammasi 2 soniyada tez jarayon bo'lib ketdi. Men shu orada oyog'imni, masalan, eshikni ochilganda oyog'im eshikning orasida qolib ketdimi yoki yugurib kelganimda yo'lda stul bor edi. Ana shunga urib oldimmi, aniqini bilmayman. Yoki oyog'imga bir lat yetkazib, meni yerga yotqizishganda o'sha paytda oyog'imni bosib oldim ular. Bu narsalar hammasi tez bo'lib ketdi jarayon. Va advokatga ham bu narsani ular bildirgan. Doktorga borganimda biror joyda jarohat bormi deganda, shu oyog'im lat yegan ko'rinadi, oyog'im og'riyapti dedim. Ular darrovda rentgen qilishdi. Rentgenda xulosasini ko'rishdi va oyoqda, barmoqda siniq yo'q. Siniq chiqmadi, lekin o'sha haqiqatan yoriq bor, biroz yoriq bor deydi. Bu narsani biz kuzatib boramiz deydi. Har kuni bu narsani kuzatib borishdi. Davolab borishdi doktorga. Demak, suyak yorilgan. Suyak yorilgan. Birinchi kuni haqiqatda ko'kargan edi, ikkinchi kuni biroz qizarib, jiddiyroq tus oldi. Undan keyin 3-4 kuni sekin tuzalishni boshladi, dorilarni berishdi. Ana shu joyda oyog'imda o'sha jarohatni ustidan boylab qo'yishgani uchun buni advokat ham ko'rdi. Buni jiddiy narsa dedi. Bu narsalarda biz kerak bo'lsa ayblov bu narsalarni ochamiz, ya'ni shikoyat qilamiz qayta. Bu narsalar, bu yetkazilgan aziyatlarni, bu narsalarni qaytadan ayblov ochamiz degan edi. Endi bu advokatning talabi edi. Bu ko'riladi. Aslida agar bu narsaga qo'l uriladigan taqdirda ham ular hamma narsani kameraga qayd etib borgan. Agar masalan ularda ayb bo'lmaydigan bo'lsa, ular bu narsadan, ya'ni hech qanday javobgarliksiz chiqib ketadi. Chunki kamerada hammasi yozib borilyapti. O'sha joyda men ustimda qanday muomala bo'lganini. Qo'lingizda ham jarohat bormidi? Yo'q, qo'limda o'shandan keyin qo'limda ham og'riq sezishni boshladim. O'sha yerga yotganimda qo'limni ustiga tushdimmi bilmayman. Yoki o'sha qo'limni qayirganimda men o'zim o'sha refleks holatga tushganim uchun qandaydir men ham itoat etmadim ularga. Masalan, qo'limni qayirib olishdi, qo'limga kishan solish uchun ham biroz men o'zim qandaydir o'zim istar-istamas qarshilik ko'rsatdim. Va ayolim aytdiki, qarshilik ko'rsatmang. Agar hozir qarshilik ko'rsatadigan bo'lsangiz, biror nima qilib qo'yadigan bo'lsa, bular baribir haq bo'lib chiqadi. Chunki bular qonuniy talab qo'yapti. Yerga yot, itoat et, qo'lingni bizga topshir deyapti. Shu shaklda
o'sha advokatni gapi bilan agar bu narsalarni men hali bu narsalarni qaror berganim yo'q. Chunki bu O'zbekistonda ham xuddi shu holat bo'lgan edi. Menga huquq himoyachilari, advokatlar maslahat berishgan ediki, sizga bo'lgan bu ma'naviy zararlar va diniy idora sizga o'sha odob komissiyasi dedi. Aslida odob komissiyasi yo'q edi diniy idorada shu kungacha. Mana shu odob komissiyasi aslida yo'qligi siz uchun bu narsani uydirib odob komissiyasidan o'ta olmadi. Shuning uchun ishdan bo'shatdi degan narsalar hammasi asossiz va majlislarda siz nomingizga, sha'ningizga aytilgan haqoratlar uchun bu narsalarga qarshi yurish qilaylik deganda, men bu narsalarga vaqtim ham, toqatim ham yo'q. Bu narsalarda ularga da'vo ochishga, buni Allohga topshiramiz deb o'shanda ham bu narsalar bilan ko'p o'ralashmaganman. Shuning uchun ko'ramiz, bu yog'i bu advokatning o'zini qiladigan faoliyati. Shu jarayonni ya'ni bilmayman. Men haqiqatda meni jarohat, oyog'imga jarohat yetishi o'zim tufayli bo'ldimi, o'zimning ehtiyotkorsizligim tufayli bo'ldimi yoki o'sha eshik ochilganda eshikning tagida qolib ketdim, oyog'im bilmayman. Agar buni advokat shug'ullansa, mana shu kamerada, qaydlarda yozib boriladi, undan keyin bu narsa aniq bo'ladi holat. To'g'ri, chunki u paytda sizning ongingiz og'riqni sezishdan ko'ra ko'proq bo'layotgan ishlarni sababini, mohiyatini o'ylash bilan band edi. Keyin nima bo'ldi? Olib bordilar. Olib bordilar va u joyda birinchi kuni hech narsa qilinmadi va advokat bilan o'sha bu kunni oxirida ko'rishdik va advokat bilan ko'rishdik. Advokat o'zi kira olmadi va yordamchisini qo'yib ketgan ekan, chunki aytdiki, yordamchisi kirganda biz 9:30 dan beri oldingizga kirishga harakat qilyapmiz. Endi bizga ruxsat tegdi. Mana 3:30 da kiryapmiz. Orada 6 soat o'tib ketdi deydi. Va o'zingizni bemalol erkin his tuting. Bu yog'iga sizga hech qanaqangi tazyiq bo'lmaydi. Bizni ishtirokimiz siz hech kim bilan suhbatlashmaslikka haqqingiz bor. Advokatning ishtirokisiz birorga bir so'z aytmaslikka haqqingiz bor. Hattoki biz bo'lsak ham susma haqqi deyilar ekan, ya'ni sukut qilish haqqingiz bor. Bu hamisha sizda saqlanib qoladi. Shuning uchun siz o'zingizni xotirjam his qiling, sizga hech kim hech qanaqangi tazyiq yoki biror bir narsa o'tkazmaydi deb, mana birinchi kun advokatning yordamchisi xotirjam qildi va ikkinchi kuni o'sha o'zimni advokatim bilan, shaxsiy advokatim bilan ko'rishdim va u bilan ham suhbatlashdik. Ancha menga nimalar bo'lishi mumkinligini aytdi, o'rgatdi, tushuntirdi, qanday so'roq savol bo'ladi, shu narsalarni aytib tushuntirdi. Nimalar asosan nimalar bo'yicha savollar tushadi, shu narsalarni aytib menga o'rgatdi. Va 3-kuni keyin o'sha advokatning ishtirokida militsiya xodimi mendan o'sha suhbat jarayoni o'tkazildi. Ya'ni meni tergov deymiz, biz O'zbekchada tergov jarayoniga to'g'ri keladi biroz. Lekin bularda e'tibori bilan bu tergov ham deyilmaydi. Chunki tergov agar ayb qo'yilsa, keyin tergov boshlanadi. Bu aslida bularning ko'zida tergov ham deyilmaydi. Bizning ko'zimizda tergov desak tushunsa bo'ladi. Demak, suhbat. Ha, mana shu bo'lgan narsalar haqida, menga qo'yilayotgan ayblovlar haqida o'zimdan ifoda oldi. Va bu narsa albatta advokat ishtirokida bo'lar ekan. Ayblov e'lon qildilarmi biron nima? Ayblov yo'q. Mendan shubha, ya'ni ayblov u yerda konkret ayblov ko'rsatilmagan. Ya'ni shubha, u shubhani har kim qilishi mumkin. Ya'ni uni masalan qo'shnim shubha qilish mumkin yoki bir yaqinim shubha qilish mumkin mendan, yoki bo'lmasa magazinchi g'aybillar ham agar yoqmay qoladigan bo'lsam shubha qilish mumkin. Bu narsa shunday bo'ladiki, bu shubha mana shu insondan shubhalanaman. Bu inson shunday bo'lsa kerak. Bu inson bir shu terrorga aloqasi bo'lsa kerak degan shubha ayblov. Bu narsani har kim shubha qilish huquqiga ega. Buni oddiy siz ham kimdandir shubhalana olasiz. Lekin bu va ular tekshiradi. Va bu mana shu shubha bo'yicha tekshiradi. Hattoki o'sha mendan ifoda olayotganda militsiya xodimi aytayaptiki, siz aybdor emassiz deyapti. Siz gumondorsiz xolos. Shuning uchun mana shu gumonlar bo'yicha sizdan suhbat o'tkazyapmiz. Mana yoningizda advokat dedi. Ya'ni hatto siz aybdor emassiz deb uni qayta aytayapti. Ya'ni biz sizga aybdor ko'z bilan emas, shubha ko'z bilan qaraymiz dedi. Va bu shubha qilish imkoniyati yoki deylik shubha qilish vakolati. Endi bitta qiziq savol tug'ildi-da. Kim shubha qilishi mumkin degan shubhangiz bor? Savol g'alati eshitilmadimi? Mana shu joyga kelayotganim. Shubha qilgan odamdan shubhangiz bormi? Shubha qilish imkoniyatlari bizni O'zbekiston hukumatimizda yoki bo'lmasa bu yerdagi elchixonamizda bu shubha qilish
imkoniyatlari, vakolatlari bor. Ya'ni biz mana shu fuqaroyimizni shubha qilamiz, biz ogohlantirib qo'yamiz sizlarni. Shu inson ertaga nimadir qilib qo'yadigan bo'lsa, bizga aytmadi demanglar. Bu odam o'ta xavfli, tahlikali inson bo'lishi mumkin deb qo'yadi, bo'ldi. Shoshmang. Siz nimaga aynan birdaniga yo O'zbekiston tomonini yoki elchixonani aytayapsiz? Biron bir hali aytganingizdek magazinchi G'aybullarni aytmayapsiz, turk qo'shningizni aytmayapsiz-ku. Nega darrov O'zbekiston tomonidan yoki elchixonadan shubha qilyapsiz? Chunki men oxiriga bunga ikkita asosim bor. Birinchisi oxirgi mana shu umraga, Ramazon oxirgi 10 kunligida umraga borganimda ham meni qayerda yurganim, nima qilayotganim, shular haqida elchixona men bilan qiziqqanini menga xabarlar yetib keldi. Mana shu narsani atrofimdagi uzoq yaqin insonlardan so'ragan. Bu inson siz taniysiz, nima qilyapti, nimaga keldi bu yerga, qancha bu yerda qoladi, nima qilmoqchi degan savollarni so'ragan, ko'p insonlardan so'ragan atrofimdagi. Bir ikkitalari mana shu narsani biroz haliga vijdon azobida deymizmi yoki mana shu narsani aytib, aka shu mendan so'radi, shu elchixonadan telefon qilib so'rashdi, sizni qiziqishdi deganida, ha aytib qo'ying, hajgacha shu yerda bo'ladi ekan deb qo'yavering dedim. Chunki ularga hali shu yerda ekan desa, men hayitdan keyin tezda biletim bor edi, chiqib ketaman dedim. Chunki bular O'zbekiston tarafi boshqa davlatda bo'lganingizda to'g'ridan to'g'ri zarar bera olmasligi mumkin, lekin ana shu joydagi hukumatga yomonlab qo'yish mumkin. Bizni mana shu fuqaroyimiz biroz to'polonchiroq, tahlikaliroq, biror nima qilib qo'yadigan bo'lsa, sizlarda hududinglarda keyin biz javob bermaymiz degan ma'noda yomonlab qo'yish mumkin. Shu ma'noda mana o'sha elchixona qiziqqanini bildim. Yana boshqa 2-3 ta odamlarni kelib aynan o'sha bir xil parametrdagi savollarni berganida, men bularni ham elchixona so'raganda majbur bechoralar kelib, aka nima qilmoqchisiz, qancha qolasiz bu yerda, nima niyatingiz bor deb so'ragandan bildim ularni. Ya'ni qolganlar bilan ham bog'lab oldim bu narsani. Yaxshi, ikkinchi dalilingiz? Ikkinchi dalilim meni uyimga kelishganida u joydagi meni hamma ma'lumotlarim, ism familiyalarim o'sha O'zbekiston pasportidagi Fazliddin Parpiyev ma'lumotlarim bilan kelishgan. Aslida bu yerda men turk vatandoshim. Sizni Fazliddin Parpiyev deb qo'lga olishdi va Fazliddin Parpiyev deb tergov qilishdi. Yo'q, tergov jarayoni Fazliddin Parpiyev bo'lmadi. Mana shu uyimga kelishgan paytida bu joyda yabanchi kishi bor, ya'ni boshqa turist inson bor, turk fuqarosi emas. Bu joydagi turk ma'lumotlarim, turk pasportidagi ma'lumotlarim berilmagan. Faqat o'zbek ma'lumotlarim berilganda, ular menga bu yerda kelishganda o'sha turk emas deb kelishgan. Undan keyin men aytdim, men turk vatandoshiman dedim. Undan keyin ular o'sha ruchkada yozib to'g'irlashdi. Bu turk vatandoshi falon deya o'sha joylarni to'g'irlashdi. Ya'ni shu joydan ham men gumon qildimki, demak bu adreslarim bilingan, topilgan. Masalan, bu joydagi kimlardir orqali bu narsani adresini qo'liga kiritishgan va u joyga mana turk ismim bilan emas, balki o'zbek ismlarim bilan, o'zbek pasportidagi ma'lumotlarim berganidan, demak bu narsalar va umradagi voqealar hammasi bir-biriga bog'liq kelgani uchun men shunday deb o'yladim. Biz tarafdan kelgan bu ayblov deb o'yladim. Chunki biz taraf deganingiz sizni Fazliddin Parpiyev deb biladi. Albatta shunday. Lekin Turkiyada siz Fazliddin Parpiyev emassiz. Albatta bu menga ham yangilik bo'ldi-da. Turk fuqarolik olganingizda o'zi ko'p davlatlarda ham shunday, qayerni fuqaroligini oladigan bo'lsangiz, sizga imkoniyat beradi. Sen deydi, xohlasang ism familiyangni boshqacha qilishing mumkin. O'zing o'sha davlatni ism familiyalariga moslab. Bu yerda o'sha turk fuqaroligini olishgacha bo'lgan jarayonda ham biror joyga kiradigan bo'lsangiz, masalan, biror bir narsa olasiz, murojaat qilasiz, yoki ismingizni yozadi, qayd qiladi. Ana shu joyda ko'p qiyinchiliklarga duch keldi. Masalan, Fazliddin Parpiyev bizning tilimizga oson, lekin bular biror yozishga, eshitishga qiynaladi. Shuning uchun va xavfsizlik nuqtai nazaridan ham men bular u imkoniyatdan foydalandimda ismimni turkchaga o'zgartirib olgan edim. Ya'ni turk pasportida meni ismim Fazliddin Parpiyev emas. Shu joyi muhim. Chunki bular aytishga oson bo'lgan ism sharifdasiz. Shunday. Ochiqlamaymiz. Shunday. Ma'lum sabablarga ko'ra ochiqlamaymiz. Shunday. Yaxshi. Va sizni qo'yib yuborishdi. Va undan keyin 3-kuni o'sha ifoda deyiladi. Hali aytganimiz biz o'zbek tilimizda tergov ma'nosida
va mendan o'sha telefonimni tekshirishib, shundagi ba'zi narsalar haqida masalan so'radi. O'zim tushgan suratlarim bu yerda nimaga tushgansiz, nima sababdan yoki qilgan safarlarim, bu safar nima ma'noda safar qilgansiz, qaysi maqsadda, shu narsalar so'raldi. Telefonimda meni aybdor etadigan yoki bo'lmasa men haqiqatda ular gumon qilgandek o'sha gumonlarni, argumentlarni tasdiqlaydigan biror ayblov topilmadi. Shuning uchun shubhali narsa yo'q. Shubhali narsa chiqmadi. Shuning uchun o'sha kunning o'zida telefonimni ham qaytarib berishdi. Yaxshi, Fazliddin, sizni qamoqqa olinishingizni sabablarini ochiqlagan bo'ldik. Har narsani sababi bo'lgan narsaning oqibati bo'ladi. Shunday. Oqibatlari nima deb ko'ryapsiz? Oqibatlari o'zim uchun bundan faqat bir yaxshiliklarni ko'rdim. Yaxshiliklarni shu darajada ko'rdimki, bir ajoyib bir mo'jizalarni ham ko'rdim bu narsalarda va insonni o'zini irodasi ham, shijoati ham sayqallanar ekan yoki so'lib borar ekan. Aslida bu narsalarning hammasi meni qo'rqitib qo'yish uchun edi. Meni mana shu faoliyatini to'xtasinda bu narsa bu siyosatga yoki bu mediaga umuman chiqmasin degan maqsadlar nazarda tutilgan edi. Chunki bundan bir yilcha avval ham ukam masalan qamoqqa olinganda ham bu narsalar men uchun signal edi. Chunki ukam qamoqqa olindi, O'zbekistonda 15 kun mobaynida qamoqqa qo'yildi. Ukamni urishmadi ham, so'kishmadi ham, hech narsa qilishmadi. Faqat shu bitta xonaga olib kirib qo'yilgan. Urmasdan, so'kmasdan, hech narsa qilmasdan yana o'sha telefonlarni tekshirishgan. Telefonlarda biror bir ayblov yo'qligi uchun yana qo'yib yuborishgan. Shu narsalarning hammasi, ya'ni bu joyda men haqimda gap ham ketmagan. Shundan ham o'yladimki, bularning hammasi meni qo'rqitib qo'yish uchun bo'lgan signallar edi bu narsa. Bosim edi. Ya'ni bu qara agar shunday davom etadigan bo'lsa, endi yana boshqa yaqinlaringga ham o'tamiz degan ma'nodagi narsalar edi. Ya'ni shu oxiri o'zimga ham yetib keldiki, agar shunaqa vaziyatga tushgan ba'zi insonlar bo'lish mumkin, masalan, bo'ldi endi bu yerda ham, ya'ni O'zbekiston tashqarisida ham baribir men omonda emas ekanman, undan jim yurganim yaxshi ekan degan ba'zida inson xulosiga kelib qolishi ham mumkin. Lekin alhamdulillah menda shaxsan unaqa bo'lmadi. Qaytanga bu narsada men qaytanga shijoatlandim. Haqiqatda men to'g'ri yo'lda ekanmanki va yana odamlar menga qo'yadigan eng katta ayblovlardan shu ediki, tashqariga chiqib ketding, tashqarida turib gapiryapsan, seni joning omonda derdi. Yo'q, bizning jonimiz omonda emas ekan. Qayerda bo'lsak ham boshimiz balodan chiqmas ekan. Va yana bu O'zbekistondagi yaqinlarimiz ham baribir, ular ham baribir hamisha hamma vaqt tahlika ostida. Lekin bu narsalarda men faoliyatimni davom ettirishdan maqsad, shunda ham faoliyatimni to'xtatmaslikdan maqsad, demak bu narsalar o'zini samarasini beryapti. Qanchadir insonlar bizning fikrlarimizdan to'g'ri yo'l topishga nasibador bo'lyapti va shuning uchun ham O'zbekiston hukumatı bunga qarshilik ko'rsatyapti iloji boricha. Demak, bu yerda bir tortishish kuchi bo'lyapti, ya'ni qarama-qarshilik kuchi bo'lyapti. Shuning uchun men bu yo'lda davom etishim kerak va payg'ambarlarning ham yo'li shu. Ular masalan o'sha yurtida ham, tashqariga chiqib ketgan paytida ham da'vat yo'lini tark etishmagan va bizni Alloh taoloning dinini yetkazishimizda yana bir yonimizga bir vazifani olganmizki, bu ham din, ham millatimizni yaxshi xizmat haqiqatda yetkazish. Ya'ni bu millatimizni hozirgi kunda ancha fikrlari ochiq. Avvalgidek qo'rqoq emas millatimiz, ancha fikrlari uyg'ongan. Shuning uchun ularga bir haqiqat tarafini ko'rsatish va bizni hamma joyda, hamma vaqt bizni istalgan xatar kutib turgan bo'lishi mumkin. Oilamizni ham O'zbekistondagi. Shuning uchun biz bu faoliyatni davom ettiramiz inshaalloh baholo qudrat va bir tanishimizga ham aytgandek, balki bu da'vo katta bo'lib ketar, ya'ni bizga balki bitta kafan yetmas, ya'ni va ikkita kafan bilan yurishimizga to'g'ri kelsa, ikkita kafan bilan ham yuramiz. Va yana bu haq yo'li shunday ekanki, bu da'vat yo'li shunday ekanki, siz bu yo'lga chiqdingizmi, sizni narigi taraf dushman deb bildimi, siz bu yo'lda sekin yursangiz ham, yugursangiz ham, to'xtab yursangiz ham, dam olib yursangiz ham yoki yo'lni chetidan yursangiz ham farqi yo'q. Siz baribir bularni qarshisiga chiqqan hisoblanasiz. Bugunmi, ertami, ya'ni biz faoliyatimizni to'xtatgan taqdirimizda ham bizga keladigan, boshimizga keladigan musibat kelishi mumkin. Chunki qarshisiga chiqqanda bu tuzumlar hech qachon shundoq tashlab qo'ymaydi, albatta o'chini oladi. Yaxshi.
3 kun bo'lsa ham 3 kun qisqa muddat o'zi. Lekin shu qisqa muddatda ham sizni qamoqqa olinishingiz bilan bog'liq munosabatlarni bildingiz. Ijtimoiy tarmoqlarda suhbatimizda avvalda aytdim, iymon ahli hamdard bo'ldi, xavotir oldi. Bir millatdoshimiz o'laroq, dindoshimiz o'laroq, yaqin qalbimizga yaqin kishi o'laroq sizdan xavotir olishdi. Lekin teskarisi ham bo'ldi. Qaysar ko'chada bayram bo'ldi deysizda. O bir rivoyat bor-ku, hammaga halol, musulmonlarga harom. O'sha rivoyatda kelgandek, ayrimlar ha o'zi haddidan oshgan edi degan izoh yozganlar ham bo'ldi. Ko'rdingizmi shunaqalarni ham? Yo'q, bu narsalarni ko'rmadim-ku, ba'zi insonlar yaqinlarimiz aytib yetkazdi, shunday munosabatlar ham bo'ldi, o'zi haddidan oshib ketgan edi degan nimalarni eshitdik. Endi bu bizning mentalitetimiz. Chidaysiz. Bizning xalqimiz shunday. Bir balosi bo'lmasa, shidgorda quyruq naq qilur deydi-da, bir boshingizga ish tushgan kuni bu gap aytiladi, ertangi kuni o'zi haddidan oshuvdi deyiladi. 3-kun nima deydi? Ha, o'zi adashgan ekanmiz, u yaxshi odam emas ekan deydi. Bu bizning xalqimizning mentaliteti, ya'ni ziynati, tiynatida bor gap. Lekin Turkiya tomonining munosabati qanday bo'ldi? Bu narsa turk qardoshlarimizni ham e'tiborini tortdi va ular ham bunga xavotir bilan munosabat bildirishdi va hayajon bilan kuzatishdi. Ya'ni bitta millatdoshimizni, bitta yurtdoshimizni O'zbekiston zolim hukumatiga taslim etmaymiz degan shiorlar bilan chiqishdi va bular ko'proq Twitterda faolroq, hozirgi X tarmog'i deyiladi, X'ga o'zgarib ketgan. Ana shu joyda ular ko'p faollik ko'rsatishdi va bu joyda yana ularni ham baribir orasida ajoyib bir tortishuvlarni aytib berishdi. Ya'ni bir turklardan biri bu insonni hali tanimaymiz, bilmaymiz, nimaga buni himoya qilyapsizlar degan ma'noda biror bir e'tiroz bildirganda hammalari uni talab ketishgan. Aytishganki, hozir biz uni qanaqaligi, qaysi yo'ldaligi, nimaligi bizga muhim emas. Bu o'zbek, turk millatiga mansub inson va turk vatandoshimiz, millatdoshimiz. Buni hozir olib qolaylik, buni O'zbekistonga jo'natmaylik, olib qolaylik, hayotini saqlab qolaylik, u narsalarni keyin muhokama qilamiz deb o'zlari ham ana shu joyda qolgan qarshi fikr bildirganlarga o'zlari bir javobini berib, shu shaklda ularni ham ko'rib men biroz hayron qoldim. Ya'ni haqiqatda ularda muammo yuzaga keladigan bo'lsa, uni kimligi, nimaligiga e'tibor qaratmas ekan. Avvalambor ularni ana shu joyda u eng katta muammoni hal etaylik, u narsalarni keyin suhbatlashamiz deb keyinga tortib qo'yar ekan. Demak, Turkiyadagi ahli ilm o'rtasidagi sizga bo'lgan munosabatdan siz ularning pozitsiyasidan mamnun bo'ldingiz? Albatta, albatta. Ya'ni faqat ahli ilmlarni emas, ya'ni umuman turk millatdoshlarini hammasi meni holatimda bu millatdoshim. Bu men bilan bitta millatdagi inson. Hozir bu musibat ustida, hayoti xavf ustida. Shuni O'zbekistonga berib yubormaslikda hamma chorasini ko'rishimiz kerak degan shiorlarni ko'targani uchun men ularga tasavvurdan aytdim. Haqiqatda bular eng asosiy muammoni birinchi planga qo'yar ekan, u qolgan narsalarni keyin muhokama qilib olamiz degan narsani chetroqqa surar ekan. Bizda bo'lsa biroz boshqacharoq, ya'ni xavotir bilan, boshqa bilan bu haqiqatda o'zi haddidan oshgan edi yoki bo'lmasa bu o'zi bizni qarashlarimizga yoki bizni domlalarimizga qarshi gapirardi degan fikrga borib turar ekan. Yaxshi. Bu mana qutulib chiqdingiz. Alhamdulillah. Bu tomondan endi hozir sizni mamnun qilgan Turkiyadagi sizni vatandoshlaringizda bular. Bulardan bir takliflar ham bo'ldimi? Sizdan xabar olishdimi? Albatta, ba'zi derneklar yoki bo'lmasa o'zbekchada jamiyatlar deyiladi. Ana shunday jamiyatlar menga bir ko'rishish taklifini, bir qanday bir yordam kerak ekan degan ma'noda bir uchrashish takliflarini aytgan edi. Bu narsalarni balki kelgusida ko'rishib ular bilan ham suhbatlasharmiz. Hozir hech qanday bir uchrashuv, ko'rishuv rejalashtirmayapman, lekin ularga shu tashakkurimni izhor qildim har birlariga. Qo'ldan kelganicha tashakkurimni aytdim. Mana shu jamiyatlar baribir bir ko'rishaylik va ulardan chiqqan narsa shu bo'ldiki, bizni shu 7 yildan beri, 8 yildan beri oramizda
shunday inson bor ekan, bu insonni bizga shaxsi ma'lum emasdi. Endi mana shu bahona bilib oldik, qani yaqindan tanishaylik degan bir qiziqishlar bor. Yaxshi. Bu narsalarni endi kelgusida ko'ramiz, balki qabul etib, balki birortalari bilan suhbat o'tkazarmiz va meni o'zim turkcham 100 ga 100 emas, ya'ni 100 ga 70% desa ham bo'ladi. U darajada turkcham ravon bo'lmagani uchun biroz bu narsalardan istihola qilib turibman. Ko'ramiz, balki kelgusida qabul etarmiz inshaalloh, balki ko'risharmiz. Va lekin shu o'rinda bitta narsani men aytib o'tishim kerakki, bu narsalarda o'sha eng ustida Alloh taoloning fazli turibdi, Alloh taoloning o'zini rahmati, marhamati turibdi va boshida o'ta bir qaysi tomonga vaziyat bo'lib ketar ekan bilolmay turar ekansiz. Haqiqatda bizni O'zbekistonga jo'natib yuborish mumkin degan bir xavotirlar ham bor edi va tashqi hayotdan uzilib qolganmiz, bilmaymiz nima gap, nima so'z, tashqarida nima bo'lyapti bilolmaymiz. Jarayon qanday ketyapti. Lekin kelgan chiqqanimizdan keyin bildikki, avvalambor Alloh taoloning fazli bilan chiqdik, Alloh taoloning marhamati bilan chiqdik va undan keyin bu yaqin insonlarimiz va o'zbek millatimiz bu narsada katta shijoat ko'rsatishdi va bu narsada qattiq xavotirlarni izhor qilishdi. Va boshida endi bilmas ekansiz, bu hamma xuddi o'zini bir chekingandek tortar ekanda, lekin aslida hammalari sizga yordamga shoshgan bo'lar ekan. Va aslida bu qo'rqitib qo'yishlardan, bunaqangi tahdid qilib qo'yishlardan asosiy maqsadlardan bittasi nima deyiladigan bo'lsa, asosiy maqsadlardan bittasi atrofidagi insonlar undan uzoq turishga harakat qilsin. Ya'ni hamma qo'rqib chekinsin. Ya'ni bu odam xavfli odam bo'lishi mumkin, ertaga qamalib ketishi mumkin, har narsa bo'lishi mumkin. Biz bundan uzoqroq yuraylik, boshimiz baloga kirmasin deb atrofidagi insonlar undan o'zini uzoq tutsin degan maqsadlar niyat qilinadi. Lekin bilmadik, bizning holatimizda bu narsa aksil natija berdi. Makaru makaralloh. Vallohu xayrul makirin, ya'ni ular makr qilishadi, Alloh taolo ham makr qiladi va Alloh makr qiluvchilarni yaxshiroq. Qaytangi bu ishlardan keyin atrofimizdagi insonlar yana ham jips bo'ldi. Qancha tanimagan do'stlarimiz yana do'st orttirdik. Bu narsa men o'ylaymanki, qaytangi foydamga bo'lib qoldi, foydamga ishlab ketdi. Va juda ham ko'p o'zbeklarimiz, atrofimizdagi insonlarimiz bu narsada ko'p qattiq shijoat ko'rsatgan ekan. Biz u narsalarni keyin mana chiqqanimizdan keyin ko'rib bilyapmiz. Hammalariga bu narsani men haqqilarini ado eta olmasligim mumkin. Shu tashakkur ma'nosida, izhor ma'nosida ularga tashakkurimni, izhorimni aytib qo'ymoqchiman. Rahmat sizga. Qamoqqa olinishni sabablarini o'rgandik. Oqibatlari haqida ham aytdingiz. So'nggi so'z o'rnida endi bundan keyin nimalar qilasiz? Bundan keyin inshaalloh mana shu faoliyatimizni yana ham rivojlantirish va yana bu joyda o'zbek millatdoshlarimni ko'rdimki, ularda holati biroz qiyinroq kechar ekan. Menda turk fuqaroligi bo'lgani uchun Alloh taolo oson qilib tezroq chiqib ketdim. Lekin o'zimizni oddiy o'zbeklarimiz fuqaroligiga ega bo'lmagan yoki bo'lmasa hozir bu yerda hujjatlar ham qiyin bo'lib qolyapti. Hujjatlari o'tib ketgan, hujjatlarni vaqtlarini cho'zib bera olmagandan keyin hujjatsiz yurishga majbur bo'lib qolgan millatdoshlarimizni ko'p qiyin vaziyatlarni ko'rdim. Mana shu narsalarda bir yo'llarni izlayapmanki, qanday qilib bularga bir qulaylik yaratish mumkin, qanday qilib bularga bir advokat yollashni qulaylashtirish mumkin. Bu narsada o'zi xizmat qilayotganlar juda ko'p. Bu yerdagi o'zbek jamiyatlarimiz ham bor, xizmat qilishadi. Qaysidir millatdoshimiz nimadir bo'lsa, unga darrov advokat yollashadi, lekin hammasiga yetib bormaydi bu narsa baribir. Imkon qadar. Lekin o'sha advokatning yoningizda bo'lishini yutuqlari ko'p ekan. U sizga o'rgatar ekan. Mensiz hech narsaga imzo qo'ymagin, mensiz hech kim bilan suhbatlashmagin derkan. Buni foydalari ko'p ekan. Va lekin shundan yana bir xulosa qildimki, ana shu joyda qamoqda Qozog'iston, hattoki Tojikiston vatandoshlari ham kelyapti-da, sizni deyapti, elchixonangizga xabar beraylikmi, sizni tezroq bu yerdan olib ketsinmi deyapti. Qozog'iston, Tojikiston fuqarolari ha xabar bering, tezroq meni bu yerdan olib chiqib ketsin deyapti. Lekin O'zbekiston fuqarolari yo'q deyapti. Aslo aytmang deyapti. Agar hozir meni elchixona biladigan bo'lsa deyapti, birinchi o'rinda meni O'zbekistondagi qarindoshlarimga tazyiq boshlanadi. U yerga uyimga kelib bezovta qilishadi. Chunki bu narsalarni tajribada ko'rdik deyishyapti. Iloji bo'lsa O'zbekiston elchixonasiga aytmang va meni agar mabodo O'zbekiston
O'zbekistonga deportatsiya qilib olib ketsa ham u yerda meni yaxshi oqibatlar kutmayapti. Turkiyadan deport bo'ldi deb turib, bu yerda menga har xil ayblovlar qo'yilishi mumkin deb shu joyda ko'rdimki, bu O'zbekiston fuqarolarining holati ancha ayanchli holda ekan. Bu O'zbekistonda xalqini agar haqiqatda xalqning g'amini yeydigan bo'lsa, millatning g'amini yeydigan bo'lsa, O'zbekiston fuqarolari qayerda bo'lsa ham ularni holatini yaxshilashga e'tibor qaratish kerak. Buni mayli qachon navbati kelsa ham qilish kerak buni. Hozirgi kunda ko'ryapmiz, Rossiyadagi muhojirlar holatini ko'ryapmiz. Qanaqangi xo'rliklarga duch kelyapti. O'sha oshxonada ishlayotgan joydan, ovqatlanib o'tirgan, tanovul qilib o'tirgan joydan ularni yerga yotqizib qanaqangi xo'rlab ochib ketishlarini ko'ryapmiz. Mana shularni ko'rib turib, inshaalloh u joydagilar ham yaxshi bo'ladi. Bu yerdagi o'zbek xalqimizga ham bir yaxshilik keladi. Faqat buning uchun biz bu narsalarni aytishimiz kerak, talab qilishimiz kerak. Sukut qilgan bilan jim bo'lgan bilan hammasi joyiga tushib qolmaydi. Va yana advokatning bir gapi bo'ldiki, yuqorida aytganimdek, O'zbekiston bilan Turkiyaning o'rtasiga biroz sovuqchilik tushib qoldi. Shuning uchun bundan buyog'iga yaxshi bo'ladi deb aytdi. Balki undan qolgan muhojirlarga yaxshilik bo'ladi. Lekin bu joyda men shunday o'ylaymanki, bu narsani menga o'sha shifoxonaga olib borib har kuni ko'rikdan o'tkazadi. Ana shu jarayonda ham bir militsiya xodimi aytdiki, sizlar bizga xiyonat qildinglar dedi. Sizlar bizga xiyonat qildinglar, Turkiyani bosmachi, bosqinchi deb O'zbekiston, Qirg'iziston ovoz berdi dedi. Deyodi, men aytdim, sizlar bu narsani endi bir marotaba ko'rdinglar bu aziyatni. Biz qanchadan beri ko'rib kelyapmiz, ya'ni bu aziyatni. Mana shu nimani O'zbekistonda mana shunaqangi dunyo qarashi bilan o'zimizning xalqimiz ham qiynalib kelyapti. Va yana eskidan masalan avvalo shunaqa edi, Karimovning davrida shunaqa edi, undan keyin biroz vaziyat yumshagan bo'lishi mumkin. Turkiyaga kelib ketgan insonlar ham albatta bizda siquvga tazyiqqa olinar edi. Chunki mana shu Turkiyaga kelib ketgan insonlarga boshqacha ko'z bilan qaralardi. Ya'ni o'zi asli davlatning dunyo qarashi Turkiyaga nisbatan sal boshqacharoq. Va undan keyin sal biroz yaxshilangan bo'lgan bo'lishi mumkin. Hattoki shunday insonlarni eshitganmiz, Turkiyaga kelib ketgan insonlarni, masalan, Xitoyning o'zi ham, Xitoyda Toshkentdagi Xitoy elchixonasi O'zbekiston fuqarosi pasportini topshirsa viza olishga, agar Turkiyaga kirib chiqqan bo'lsa, viza bermasdi. Mana shunday muammolarga duch kelardi. Shu ma'noda, ya'ni bu O'zbekiston Turkiya tarafiga eskidan yaxshi ko'z bilan qaramagan bo'lishi mumkin. Va yana Turkiyaning eng yaqin ittifoqchilaridan biri Ozarbayjon ham shu pozitsiyada ekan. Men buni xabarni ko'rib hayron qoldim. Balki bular keyinchalik bu narsada bo'lmasa, boshqa narsada bir-birlarini to'g'ri tushunib ketadimikan? Shuning uchun ham Turkiya tarafi bu narsaga hali munosabat bildirmadi. Shuning uchun ham sukut qilyaptimi? Bu sovuqchilik yana ham avj olmasin deb boshqacha murosa yo'llarini ko'rishyaptimikan deb ham o'yladim. Keyin bu narsaga ko'p ham kirishmadim. Ya'ni lekin hozirgi fursatda deydi advokat aytishi bo'yicha bu narsadan ko'proq O'zbekiston xalqi ko'proq foydalanadi. Endi bundan buyog'iga O'zbekistonga deport qilishlar ham kamayadi deb aytdi. Yaxshi, suhbat uchun rahmat sizga. Sog' bo'ling. Taklifimizni rad qilmasdan kelganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga ham tashakkurimni aytaman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kelgusidagi faoliyatlaringizga Alloh taolo rivoj, baraka bersin. O'zingizga tan sihatli, omonlik, ofiyat bersin. Tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tashakkur. Sog' bo'linglar.